Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-dekabrdagi 43-sonli va 2022-yil 17-noyabrdagi 425-sonli qarorlariga asosan prokuratura organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida qurilish sohasidagi nazorat tadbirlarida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Prokuratura organlari tomonidan 2025-yil davomida investitsiya dasturlaridagi 1384 ta, Yangi O'zbekiston massivlaridagi 543 ta, sug'orish tarmoqlarini yaxshilash dasturlaridagi 874 ta hamda tashabbusli byudjet dasturidagi 2369 ta obyektlarda qurilish ishlarining sifatli bajarilishi va ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi yuzasidan monitoring olib borilmoqda. Har bir obyekt bo'yicha loyihalash, ekspertizadan o'tkazish, pudrat shartnomasini tuzish, qurilish ishlarini boshlash va foydalanishga topshirish bo'yicha oyma-oy reja grafik ishlab chiqilib, tuman, viloyat, respublika darajasidagi nazorat tizimi yo'lga qo'yildi. Ko'rilgan choralar natijasida qurilishi yangitdan boshlangan obyektlar uchun tayyorlangan loyiha smeta hujjatlaridagi qimmat va asossiz hisoblangan 1,2 trillion so'mlik mablag'lar maqbullashtirilib, byudjetdan ortiqcha xarajat qilinishining oldi olindi. Qurilish obyektlarida joriy yil uchun taqsimlangan limit doirasida 602 milliard so'm mablag'lar ixtisos qilindi. Buning natijasida ustuvor yo'nalishlardagi obyektlarda qo'shimcha ravishda qurilish, ta'mirlash ishlarini olib borish imkoniyati yaratildi. Tashabbusli byudjet dasturidagi qurilish ishlari kechikayotgan 185 ta loyihada ishlar jadallashtirish uchun qo'shimcha 2750 nafar ishchilar jalb qilinib, 2 smenada ish tashkil etish orqali qurilish ishlari jadallashtirildi. Tashabbusli byudjet dasturidagi 1509 ta loyiha muddatida yakunlandi. 390 ta maktab, 42 ta bog'cha, 253 ta sog'liqni saqlash muassasalari, 30 ta sport, 9 ta oliy ta'lim, 7 ta mahalla binolarida qurilish, ta'mirlash ishlari va jihozlash ishlari bajarildi. Jumladan mahallalardagi ichki yo'llarga 4714 kilometr asfalt, 46 kilometr piyodalar yo'lagi qurildi, 31 kilometr ichimlik va oqova suv tarmog'i, 97 kilometr elektr tarmog'i, 7 kilometr gaz quvurlari tortildi va 44 ta transformator o'rnatildi. Ijtimoiy soha obyektlari, shu jumladan maktab, bog'cha va shifoxonalar hududidagi 96 ta yaroqsiz binolar belgilangan tartibda buzdirilib, qurilish ishlariga shay holiga keltirildi. Shu kabi 2025-yil 21 fevraldagi 26-sonli farmonga asosan uy-joy qurilishiga talab yuqori bo'lgan hududlar va Yangi O'zbekiston massivlarida jami 11325 xonadonlik 197 ta uy-joy qurildi. O'z navbatida obyektlarda o'tkazilgan monitoring tadbirlarida 176 ta sifatsiz bajarilgan 502 milliard so'mlik hamda 82 ta holatda hisobotlarga qo'shib yozilgan 2 milliard so'mlik ishlar bartaraf ettirilib, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning oldi olindi. Ta'kidlash joizki, o'tgan davr mobaynida 6825 nafardan ortiq jismoniy va yuridik shaxslarning buzilgan huquqlari tiklandi. Bugungi kunda ustuvor vazifa sifatida Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda sohada korrupsiya holatlarini oldini olish, inson omili va
qog'ozbozlikni kamaytirish borasida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda shaffof qurilish joriy etilgach, tizimda ochiqlikni ta'minlash, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ijobiy o'zgarishlarga erishildi. Soha raqamlashgani hisobiga 3,6 trillion so'm byudjet mablag'lari tejaldi. Eng asosiysi inson omili bekor qilingani hisobiga tender komissiyasi tomonidan yo'l qo'yilayotgan korrupsiyaning oldi olindi. Hozirda davlat dasturlari ijrosi yuzasidan nazorat tadbirlari va sohada korrupsiya holatlarini oldini olishga qaratilgan choralar davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.